Nursiz bo'yoq bilan sokin kuydan ilhomlangan interyer yasa Mute Tikurilladan. I'm collecting stupid little boys. Stupid little boys? You know, the disobedient ones what play hooky from school. Oh. And I takes them to Pleasure Island. Ah, Pleasure Island. Pleasure Island? But the law. Suppose they... No, there's no risk. They never come back as boys. Afsuski, real hayotda ham mana shunday orol bor. U yerda go'daklar zo'rlangan. Modellik, mashhurlik, karyera va'da qilinib qanchadan qancha voyaga yetmagan qizlar aldangan. 2025-yilda taqdim qilingan fayllar jinoyat ko'lami aslida anchayin katta ekanini isbotladi. Hayratlanarlisi, o'zini farishtadek ko'rsatadigan nufuzli, dunyo tanigan insonlar ham bu ishda ishtirok etishgan. Ha, bugun mana shu Epstein ishi, uning siyosatga aloqasi va u rostdan ham o'lganmi hamda pedofillik qanday qilib qonuniylashtirilishi mumkinligi haqida gaplashamiz. Videoni boshlashdan avval bir narsani aytmoqchiman. Aslida bu mavzu haqida video tayyorlashni umuman istamadim. Lekin bugun ko'rsatuvda tilga olinadigan ma'lumotlarni sizga yetkazishni xohladim. Sizdan esa bizni qo'llab-quvvatlash uchun, videoni ko'proq odam ko'rishi uchun unga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolaman. Rahmat. Jeffrey Epstein. U 1953-yilda New York City'dagi oddiy yahudiy oilasida tug'ilgan. Otasi shahar bog'larida ishlagan. Epstein 1970-yillarda Cooper Union'da muhandislik yo'nalishida ta'lim olgan. Keyinchalik u yerdan New York universitetiga o'tgan, lekin hech qayerni tugatmagan. Shunga qaramay, u nufuzli maktabning birida o'qituvchi bo'lib ishlay boshlagan. Nimadir bo'ladi-yu, Epstein 1976-yilda bankka oddiy ishchi bo'lib ishga kiradi. 1981-yilga kelib esa o'sha bankda trader darajasiga chiqib bo'lgan edi. Ya'ni 5 yil ichida juda katta sakrash. Shunday qilib u bankda boy mijozlar bilan ishlashni o'rganib, moliya dunyosiga kirib oladi. So'ngra bankni tashlab chiqib o'z kompaniyasiga asos soladi. Eng qizig'i, bu kompaniya faqat boyligi $1 milliard dan ko'proq bo'lgan odamlar bilangina ishlaydi. Faoliyati juda ham yopiq, kimlar mijoz bo'lgani esa noma'lum. Keyingi 10 yillikda u juda ham katta tezlikda boylik orttiradi. 2000-yilga qadar Shahzoda Andrew, Donald Trump, Bill Clinton kabi tanishlari bor edi. O'zini ommaga super boylar uchun moliyachi, filantrop sifatida tanishtiradi. New York, Florida, Parijdan uy, Karib dengizidan esa shaxsiy orol sotib oladi. Juda ham sirli milliarder, xuddiki elita qatlamichidagi tushunarsiz figuradek ko'rinardi. Dunyo Epsteinning asl yuzini 2025-yilda ko'rgan bo'lsa-da, aslida uning jinoyatlari ancha avvaldan sodir qilib kelingan edi. To'g'ri, u haqida maqolalar, ya'ni uning jinoyatlari haqida chiqishlar bo'lgan, lekin ko'pchilik buni konspirologik nazariya deb unchalik ishon qaramas edi. Unga qarshi eng birinchi tergov 2005-yilda boshlangan, chunki o'sha yili Palm Beachda bir voyaga yetmagan 14 yoshli qizning oilasi politsiyaga murojaat qiladi va mana shu ariza asosida unga qarshi ilk jiddiy jinoyat tergovi boshlanadi. Bu tergov 3 yil, ya'ni 2008-yilga qadar davom etadi. Yakunda Epstein voyaga yetmagan shaxsni fohishalikka jalb qilish moddasi bilan aybdor deb topilgan. Lekin mana shu yerda iflos bir nuqta bor. Tergov jarayonida aniqlangan ma'lumotlar aslida anchayin og'irroq edi. Dastlab ilk arizaga ko'ra 14 yoshli qiz, uni ortidan esa yana ko'plab voyaga yetmagan yosh qizlar ro'yxati aniqlanadi. Politsiya ichki hisobotida Epstein muntazam ravishda qizlarni pul evaziga chaqirgani, ba'zi qizlar boshqa qizlarni olib kelgani, ya'ni rekrut tizimi yozilgan. Politsiya aslida juda og'ir jinoyat, ko'p epizodli jinsiy zo'ravonlik bo'yicha ish tayyorlagan. 2006-yilda bu ish prokuraturaga o'tadi. Ko'pchilik endi hammasi federal miqyosda bo'ladi deb taxmin qilgan edi, lekin aksiga olib ish sekinlashishni boshlaydi. Epstein advokatlari prokuratura bilan maxfiy kelishuvga muvaffaq bo'lishadi va natijada 30 ta potensial ayblovlar olib tashlanib,
o'rniga faqatgina bitta yengilroq modda qoldiriladi. Tasavvur qilyapsizmi? Epshteynga mana shu ayblov bilan atiga 18 oy qamoq jazosi beriladi. U esa buni 13 oyni qamoqda o'tkazadi. Shunda ham oddiy qamoq emas, kunduzi 10-12 soatlab tashqariga chiqib bemalol ishlashga ruxsat bor edi. Oddiy qamoq mahbusdan anchayin farq qiladigan juda ham yengil jazo turi edi bu. Shunday qilib u 2009-yilda ozodlikka chiqadi, lekin jinsiy jinoyatchi sifatida ismi ro'yxatga olinadi. Lekin bunga qaramay, boyligi o'sishda davom etardi. Bilasizmi, agarda hukumat biror bir jinoyatga ko'z yumadigan bo'lsa, bunday vaziyatda faqatgina bitta narsa yordam bera oladi: jurnalistlar va media. Epshteyn ishi bilan ham xuddi ayni mana shu sodir bo'ladi. 2015 va 2018-yillar orasida bir guruh jurnalistlar Epshteyn jinoyatini qayta muhokamaga olib chiqishadi. Ommaviy axborot vositalari asta-sekin eski ishni ham kovlashni boshlashadi. Jumladan The Miami Herald nashri katta surishtiruv maqolasini chiqaradi. Buning natijasida 2006-yildagi prokuratura va Epshteyn o'rtasidagi maxfiy kelishuv fosh qilinadi. Ish haqiqiy jiddiy tus olib, federal darajaga ko'tariladi. Yengillashtirib bo'lmaydigan ayblovlar bilan u yana hibsga olinadi. Unga voyaga yetmagan qizlarga zo'ravonlik, muntazam jinsiy jinoyatlar sodir etganlik hamda odam savdosi moddalari bilan ish qo'zg'atiladi. Agarda ish sudgacha yetib borganida, unga umrbod qamoq jazosi berilishi mumkin edi. Nimaga agarda dedim? Chunki ish sudgacha yetib bormagan. Afsuski 2019-yil avgust oyida sud boshlanishidan avval Jeffrey Epshteyn o'z kamerasidan o'lik holda topilgan. Aynan mana shu nuqta, ya'ni uning g'alati o'limi odamlar orasidagi shubhani yanada urchitdi. Birinchidan, yodingizda bo'lsa, o'sha yillarda ham Amerika prezidenti Donald Trump edi va u pedofil Epshteyn bilan anchayin yaqin bo'lgan. Ikkinchidan, u vafot etishidan biroz avval kameradoshi boshqa kameraga ko'chirilgan, ya'ni Epshteyn o'zi yolg'iz qolgan. Uchinchidan, aynan o'sha kuni navbatchilar undan umuman xabar olishmagan. Aslida o'sha kecha navbatchilikda bo'lgan Tova Noel va Michael Thomaslar har 30 daqiqada Epshteyndan xabar olib turishi lozim edi. To'rtinchidan, u vafot etgan kunda qamoqxona video kameralari ham ishlamagan. Beshinchidan, Epshteyn jasadi jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari uchun ko'rsatilmagan. Jasad va autopsiya tafsilotlari faqat rasmiy organlar va yaqin qarindoshlar uchun ochiq bo'lgan xolos. Xullas, uning g'alati o'limidan keyin shular ma'lum bo'ldiki, 2009-yilda Epshteyn ozodlikka chiqqandan so'ng ham o'zini jinsiy jinoyatlarida davom etib kelgan. Ayrim ko'rsatmalarda 2010-yilda ham uni qurboniga aylanganlar bor bo'lgani ko'rsatilgan. U yosh qizlarni jalb qilish uchun qo'llagan tizimi doimiy tarzda ishlab kelgan. Ana endi asosiy savol: Epshteyn fayllari nega aynan endi ochiqlandi? Bunga bir nechta sabablar bor. Epshteyn fayllari 3 milliondan ko'proq sahifalardan iborat bo'lib, ish sudgacha bormaganligi sababli ushbu hujjatlar 2019-yildan boshlab maxfiy tarzda saqlashga qaror qabul qilingan edi. Lekin jamoatchilik va jurnalistlar bosimi, undan tashqari Epshteyn qurbonlari hamda shu qurbonlarning advokatlari fayllarni ochiqlash uchun bergan arizalari sabab AQSh Kongressi 2025-yil 18-noyabrda maxsus qonun Epshteyn fayllarini shaffofroq qilish to'g'risidagi aktni qabul qiladi. Unga ko'ra, fayllar 2025-yilning 19-dekabrida ommaga taqdim qilinishi kerak edi. Prezident ham jamoatchilik bosimi ostida ushbu aktni imzolashga majbur bo'ladi. Oqibatda Adliya departamenti o'tgan yili 19-dekabrda Epshteyn ishiga bog'liq bo'lgan bir qator fayllarni ochiqladi. Hammasi ana o'shanda boshlandi. Fayllar ochiqlangach, jurnalistlar, jamoatchilik hamda butun dunyo uchun Epshteyn aslida ko'ringanidan-da iflosroq ekani, bir so'z bilan aytganda, hayvondan battar ekani ma'lum bo'ldi. Jamoatchilik bosimi kuchayib bordi. Epshteynga aloqasi bor bo'lgan ko'plab mashhurlarning obro'siga putur yetdi. Fayllarning yana bir qismi 2026-yilning yanvar oyida ochiqlandi. Xo'sh, endi fayllarga to'xtalsak, bizga nimalar ma'lum? Guvohlarning ko'rsatmalari, Epshteyn oroliga kelgan mehmonlar, ya'ni mijozlar ro'yxati, voyaga yetmagan qizlar uchun to'lov kvitantsiyalari, bir dunyo rasm va videolar, email yozishmalari, parvozlar ro'yxati. Lekin bu hali hammasi emas. Ochiqlanmagan sahifalar ham yetarlicha. Unda qurbonlarning to'liq ism familiyasi, ichki yozishmalar, telefon suhbatlari, prokuratura va FQB dalillari. Bu ma'lumotlar toki Epshteyn ishiga hukm o'qilmagunga qadar ochiqlanmaslik ehtimoli juda katta. Hozir fayllarga birma-bir to'xtalib, rasmlarga alohidadan izoh berib o'tirmoqchi emasman. Chunki birinchidan, rasmlardagi go'daklarni ko'rib, bu iflos shaxslar ular bilan nimalar qilgan bo'lishi mumkinligini o'ylash juda ham og'ir.
Ikkinchidan, ro'yxatdagi har bir ism yoki suratdagi hamma ham jinoyatga aloqador bo'lmasligi mumkin. Asosiy dalillar ochiqlangach, balki bu mavzuga yana to'xtalarmiz. Uchinchidan, bu ko'rsatuvda faillarga emas, aslida mana shu jinoyat ortida turishi mumkin bo'lgan kattaroq siyosiy o'yinlarga to'xtalib o'tmoqchiman. Va bir narsani inobatga olishingizni so'rab qolaman. Hozir biz to'xtalib o'tadiganlarimiz asosan konspirologik talqinlar va hozir bunday nazariyalar juda ham ko'p. Biz esa hozir aynan asosli bo'lishi mumkinlarigagina to'xtalib o'tamiz. Internetda Epstein tirik degan da'volar juda ham ko'payib ketdi. O'limi ishonchsiz ko'ringani bunga asosiy sababdir. Lekin yaqinda uning TikTok akkauntida o'z-o'zidan tasdiqlanganlik belgisi paydo bo'ldi. Good morning, everybody. This is Palm Beach Pete. Internetda esa o'zini Palm Beachlik Pete deb tanishtirayotgan insonni ko'pchilik aslida Epstein ekaniga ishonishmoqda. Ammo bu odam o'zini tutishi, uning eski suratlari buni inkor qiladi. Lekin bu yerda boshqa bir nazariya paydo bo'lmoqda. Unga ko'ra Epstein tirik degan gaplar ommalashib, uning ayrim suratlari internetda paydo bo'lgach, xalqning asosiy e'tiborini boshqa tomonga yo'naltirish uchun Epsteinga juda ham o'xshash bo'lgan inson sahnaga olib chiqildi deyilmoqda. Epstein Bitcoin asoschisi bo'lishi mumkinmi? Bir qarashda juda ham mantiqsiz, lekin bunga ishonayotganlarning o'ziga yarasha asoslari bor. Masalan, Bitcoin yaratilishi Epstein birinchi marta qamoqdan chiqish vaqtiga to'g'ri keladi. Qolaversa, Bitcoin asoschisi Satoshi Nakamoto aslida kim ekani hozirgi kungacha noma'lum. Epstein esa juda ham sirli tarzda qisqa muddat ichida boylik orttirgan. Bundan tashqari Satoshi Nakamoto siymosiga atab qo'yilgan taxminiy byustga yaxshilab e'tibor qaratsangiz, Jeffrey Epsteinga o'xshab ketadi. Bu siyosiy o'yin bo'lishi mumkinmi? Bu savolga hozircha aniq bir javob berib bo'lmaydi, lekin shubhali ko'rinadigan taraflari bor. Shulardan biri Jeffrey Epsteinning sevgilisi Ghislaine Maxwell. Bu shaytonning urg'ochisi Epsteinning barcha ishlaridan xabardor bo'lgan, yosh qizlarni jalb qilishda muhim rol o'ynagan. Ghislaine Maxwellning otasi Robert Maxwell esa Britaniya fuqarosi bo'lib, yirik media magnati bo'lgan. Ko'plab gazeta va jurnallarga egalik qilgan. Qiziq tarafi, uning asl ismi Binyamin Xoch bo'lib, Isroil bilan yaqin aloqada bo'lgan. U Mossad ayg'oqchisi bo'lgan degan gaplar yurar edi. Binyamin o'zi buni inkor qilsa-da, o'limidan keyin hammasi oydinlashgan. Uning dafn marosimi Isroil hukumati tomonidan tashkil qilingan va marosimda 6 nafar Mossad zobiti hamda Isroilning o'sha paytdagi bosh vaziri ham ishtirok etgan. Maxwellning o'limi ham xuddi Epsteinnikiga o'xshab shubhali bo'lgan edi. Darvoqe, Epsteinning ikkinchi bor hibsga olinishidan avval Trump ilk bor hukumat tepasiga kelgan edi. Bu vaqtda Trumpning Epstein bilan aloqalari bo'lgani, ular birga tushgan surat va videolar internetda paydo bo'la boshladi. Bu esa Trump va uning tarafdorlariga yoqmas edi. Eng qizig'i, ayni o'sha davrda Epstein Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan ko'rishishga, unga Trump haqidagi ayrim maxfiy ma'lumotlarni topshirishga uringan. Balki shu sabab Trump Epsteinni o'ldirib yuborgan bo'lishi yoki Mossad Epsteinni himoya qilib o'limini soxtalashtirgan bo'lishi mumkin. Epstein Isroil razvedkasiga ishlagan degan qarashlar kelib chiqishiga yana bir nechta sabablar bor. Masalan, Epstein barcha suhbatlarni elektron pochta orqali amalga oshirgan. Odatda jinoyatchilar suhbatni maxfiy saqlash uchun yoki yuzma-yuz ko'rishib gaplashishadi yoki boshqa usuldan foydalanishadi. Har holda pochtadan emas. Bu esa xuddi Epstein xabarlarni saqlab qolishni xohlagandek tuyuladi. Bundan tashqari, Epstein orolga tashrif buyurgan har qanday insonni amallab suratga yoki videoga olgan va barcha fayllarni saqlab kelgan. Oroldan tashqarida esa qaysi mashhur shaxsni ko'rmasin, u bilan rasmga tushib olishga oshiqqan. Xuddiki bu Amerika elitasi ustidan kompromat to'plashga o'xshab ketadi. Agar umumiy kartinaga tashqaridan bir nazar tashlasangiz, rostdan ham Epstein Mossadga ishlagan bo'lishi ehtimoli juda ham yuqori. Pochta xabarlari, rasm va videolar juda ham ko'p. Hozirda ular jurnalistlar va bu ishga qiziqish bildirayotgan faollar tomonidan o'rganib chiqilmoqda. Lekin fayllar juda ham kuchli tahrirlangan, ko'plab ismlar, yuzlar to'silgan. Pochta xabarlari orasida hattoki o'zbekistonlik bir qiz bilan bo'lgan suhbat ham bor. Bu haqida Daryo.uz nashri to'liq video material tayyorlagan. Hozirga qadar ochiqlangan fayllarni istalgan odam ko'rishi mumkin, lekin inobatga oling, suratlardagi, yozishmalardagi har qanday odam ham jinoyatga aloqador degani emas. Toki barcha fayllar ochiqlanmas ekan, bu haqida biror fikr bildirish ham qiyin. Savol tug'iladi. Qanday qilib Trump fayllar ochiqlanish haqidagi aktga imzo chekdi? Axir bu o'zi uchun minus-ku.
Katta ehtimol bilan Tramp qachondir bu jinoyat ochilishiga ko'zi yetgan. Uning ismi orolga tashriflari tilga olinib, asosiy e'tibor Trampda qolishidan qo'rqib, Epstein atrofida bo'lgan barcha mashhur shaxslarga oid yozishmalar, surat va rasmlarni ochiqlash eng yaxshi yechim deb bilgan. Shunda u oqim ichidagi kichik bir tomchidek ko'zga tashlanmasligi mumkin deb hisoblagan. Epsteinning g'alati ishlaridan biri musulmonlar uchun muqaddas sanalgan Ka'ba kisvasini uyida saqlagani. Kisvani unga Birlashgan Arab Amirliklarida istiqomat qiluvchi ishbilarmon ayol Aziza Al-Ahmadi yuborgan va jo'natmaga qo'shimcha qilib, bu 10 millionlab musulmonlar tomonidan teginilgan muqaddas kisvadir. Unda musulmonlarning duolari, ko'z yoshlari jamlangan deb yozadi. Kisva Epsteinga nima uchun yetkazilgani va undan qanday foydalanilgani haqida aniq bir ishonchli dalil yo'q. Lekin bu inson ko'rinishidagi iblis kisvadan gilam sifatida foydalangan bo'lishi mumkin degan taxminlar ham yo'q emas. Fayllar orasidagi yana bir suratga alohida to'xtalib o'tmasak bo'lmaydi. Lekin iltimos, agar yuragi bo'sh yoki ta'sirchan bo'lsangiz, o'tkazib yuboring. Surat tahrirlangan bo'lishiga qaramay, o'rtada inson tanasiga oid qismni ko'rishingiz mumkin. Bu kabi fayllar internetda keng tarqaldi va buni ortidan Epstein orolda kannibalizm bilan ham shug'ullangan degan da'volar ham. Katta ehtimol bu rasm fake bo'lishi ham mumkin. Surat va videolar shu qadar ko'pki, bu Epstein fayliga aloqador deb istalgan rasmni qo'shib yuborish juda ham oson. Shu sababdan ham ko'rsatuv davomida ro'yxatdagi rasmdagi hamma ham jinoyatga aloqador bo'lmasligi mumkin deb qayta aytdim. Tasavvur qiling, 3 million sahifadan ortiq fayllar orasiga hukumat o'zi yoqtirmagan yoki obro'sizlantirishni istagan biror bir insonni qo'shib yuborishi mumkin emasmi? Lekin yuqoridagi kannibalizm davosiga to'xtaladigan bo'lsak, buni ehtimoli ham yo'q emas. Bunga asosiy bir sabab Epstein bank varaqalarida o'z ismini Baal deb kiritgan. Baal bu qadimgi kanon xalqlari sig'ingan but bo'lib, turli marosimlarda qadimgi yahudlar unga bolalarni qurbonlik keltirishgan. Epstein nega aynan Baal taxallusidan foydalangan degan savol o'z-o'zidan kannibalizmga ishora qiladi. Tasavvur qilish qiyin. Inson go'shti bilan oziqlanish. Lekin negadir oxirgi payt bunday da'volar juda ham tez-tez uchramoqda. Mana masalan yaqinda Leonardo DiCaprio inson go'shti bilan 10 kunlik maxsus diyeta qilgan bo'lishi mumkin degan xabarlar tarqaldi. Katta ehtimol bu ham fake, lekin nima bo'lganda ham bu tilga olindi. Bir paytlar esa aniqrog'i 2009-yilda Gabriela Rico ismli meksikalik model qiz ko'chaga juda ham ayanchli holda yugurib chiqadi va turli bir-biriga bog'liq bo'lmagan gaplar gapirib qichqiradi. Aholini tinchini buzgani uchun voqea joyiga politsiya yetib keladi va Gabrielani tinchlantirishga urinadi. Va o'sha fursatda ular odam go'shtini yeyishdi, odamlarni o'ldirishdi, ularni yeyishdi deb baqiradi. ¡Comieron humanos! ¡Asquerosidad! ¡Comieron humanos! ¡Yo no estaba enterada de nada! Keyinchalik unga ruhiy xastalik tashxisi qo'yilib, o'z harakatlarini nazorat qila olmagan deb xulosa beriladi. Lekin bir narsani inobatga olish kerak. Gabriela model bo'lgach, ko'plab elita qatlam vakillari bilan turli ziyofatlarda ishtirok etgan. Bu voqea haqida ma'lumotlar juda ham kam. Lekin katta ehtimol bilan sizni ham ko'z oldingizda odam go'shtini yeyishganida siz ham aqldan ozgan bo'lardingiz. Men qo'rqadiganim bularning bari Overton oynasi dasturi orqali bizga normaga aylantirishga urinilayotgan vahshiyliklar bo'lsa-chi. Keling buni tushuntiraman. Overton oynasi degan dastur bor. U Joseph Overton tomonidan 1990-yillarda ishlab chiqilgan. Unga ko'ra, istalgan jamiyatda istalgan narsani normaga aylantirish mumkin. Soddaroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, bu dastur 5 ta bosqichdan iborat bo'lib, agar har bir bosqich o'z o'rnida amalga oshirilsa, istalgan jamiyatda istalgan absurd yoki nomaqbul ish normaga aylantirilishi mumkin. Birinchi bosqich rad etilgan, taqiqlangan daraja. G'oya mutlaqo qabul qilinmaydi, absurd yoki umuman nomaqbul deb hisoblanadi. Ikkinchi bosqich ekstremal, radikal daraja. G'oya juda kam odam tomonidan qabul qilinadi, radikal deb qaraladi. Uchinchi bosqich muammoli, lekin muhokamaga loyiq daraja. Ba'zi odamlar g'oya haqida o'ylaydi, ammo keng qo'llab-quvvatlanmaydi. To'rtinchi bosqich qabul qilish mumkin bo'lgan daraja. Bunda g'oya ayrim odamlar uchun maqbul, ammo barcha tomonidan yo'qlanmaydi. Beshinchi bosqich ochiq, mashhur norma darajasi. Bu darajada o'sha absurd g'oyaga jamiyat tomonidan keng qabul qilingan odatiy va norma sifatida qaraladi. Keling, bu qanday amalga oshirilishini biror bir misol bilan ko'rib chiqsak. Masalan, yuqorida tilga olingan kannibalizm.
Hozir kannibalizm birinchi bosqichda, ya'ni rad etilgan, umuman taqiqlangan nomaqbul darajada. Endi biz uni ikkinchi bosqichga olib o'tishimiz kerak. Buning uchun bizga so'z erkinligi yordam beradi. Ya'ni nega u haqida suhbatlashib bo'lmaydi? Inson istalgan mavzuda suhbatlashishi mumkin degan bahona bilan qadim tarixdagi odamlar kannibalizm bilan shug'ullangan degan mavzu ochiladi. Avvaliga o'sha qadimgi odamxo'rlar qoralanadi. Bu insoniyatning qorong'u o'tmishi degan sarlavha bilan tilga olinadi. Lekin shuni o'ziyoq kannibalizmni Overton oynasining ikkinchi darajasiga olib o'tadi. Endi u ekstremal va radikal darajada. Endi sahnaga olimlar, arxeologlar chiqishadi. Ular qadimgi qabilalar nima uchun inson go'shtini yeyishgan degan mavzuni ko'tarishadi. Ilm-fan uchun tadqiqotlar o'tkaziladi. Inson go'shtini tarkibi o'rganilib, o'sha davrdagi insonlar bu go'shtni yeb yosharishlariga ishonishgan deb ta'kidlanadi. Bir paytlar tasavvur qilish ham qiyin bo'lgan mavzu endi ilm-fan markazida. Endi u haqida bemalol ilmiy anjumanlar o'tkazish mumkin. Lekin hali ham u radikal darajada. Uchinchi bosqich ishga tushirilgach, turli fantastik hikoyalar, ertak va filmlar paydo bo'ladi. Kitoblardagi to'qima asarlarga ham kannibalizm kirib keladi. Juda ham yomon narsa, lekin yaxshi horror film ishlasa bo'ladi. Odamlar bu haqida tasavvur qila olishyaptimi? Demak, endi navbat 4-bosqichga. Muammo o'rtaga tashlanadi. Qaysidir mashhur shaxs yoki aktyor doim yosh ko'rinish uchun odam go'shti iste'mol qilgani kun mavzusiga aylanadi. Kimdirlar uni qoralasa, kimdirlar qanday yeganiga qiziqadi. O'zi o'ldirib yebdimi? Yo'q, donorlik uchun deb inson organlarini sotib olib yebdi. Nima qilibdi? Buni nimasi yomon? Hech kimga zarar tegmabdi-ku. Lekin bu bahsli jarayon. Kimdir bunga osongina ko'z yumsa, kimdirlar qarshilik qiladi va mana shu e'tirozlar sabab kannibalizmni taqiqlovchi qonunni qayta ko'rib chiqsak yaxshimikan degan savol paydo bo'ladi. Hammasi bu qadar oson bo'lmasligi mumkin, lekin 4-bosqichga olib kelingan g'oya aslo ortga qaytarilmaydi. U haqida turli hazillar, kinodagi kulgu ostiga olingan sahnalar orqali muammoning asl yukini yengillashtirishga harakat qilinadi va amallab 5-bosqich tomon tortiladi. Fursati kelganda esa, do'stlar, endi bu har kimning o'zini tanlovi. Axir inson huquqlari degan narsa bor. O'zi xohlab yegan bo'lsa nima qilibdi? O'lgan odam bunga qarshilik qilmagan bo'lsa buni nimasi yomon? Degan neytral fikr paydo bo'ladi. 5-bosqichda esa jamiyat tinchligini saqlash, janjalli muzokaralarga barham berishni bahona qilinib, odamxo'rlar uchun alohida qonun ishlab chiqiladi. Ularning huquqlari himoya qilinadi va bu narsa norma ekanligi insonlar ongiga singdiriladi. Eshitishdan juda ham fantastik, to'g'rimi? Lekin atrofga qarang. G'arbda bir jins vakillari nikohi qonuniylashtirilganiga qancha bo'ldi? Odamlar o'zi uchun istalgan jins yoki hayvon bo'lishni tanlashyapti va ularning huquqlari himoya qilinyapti. Mana oddiy misol. 20 yil avval LGBT shunchalik ochiq mavzumidi? Yo'q. Mana Overton oynasi qanday ishlaydi va meni nazarimda hozirda bu oyna ortida pedofillik turibdi. O'zingiz eslang, bundan 1 yilgina avval PDD voqeasi, uning White Party kechalari butun internetni larzaga solgan edi. Hozir esa Epstein fonida u deyarli unut bo'lib ketdi. Qayerni qarama, yosh go'daklar zo'rlangan. Javobgarlik esa juda yengil. Pedofil so'zi esa tez-tez tilga olinadi. Yaxshiyamki O'zbekistonda pedofillarga qarshi umrbod qamoq jazosi haqidagi qonun yaqindagina imzolandi. Balki endi tushungandirsiz, bu ko'rsatuv Epstein fayllari va PDD kechalari haqida emasligini. Dunyo jumboqlardan tashqari fitnalarga ham boy. Va menimcha biz bu mavzuga yana qaytamiz. Agarda loyihamizni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, ekraningizdagi karta raqamlarga istalgan summani donat qilishingiz mumkin. Omon bo'ling.